Mazkur ko'prikning eni 15, balandligi esa 5 metrni tashkil etadi. Shuningdek, ikkita uchi %75 metrdan iborat harakat tasmasi va ikkita 2 metrdan xavfsizlik tasmasi hamda har ikki tomondan 1 metrdan piyodalar yo'lagi barpo etilmoqda. Buning uchun davlat byudjetidan 62.5 milliard so'm mablag' ajratildi. Loyiha qurilishi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi davlat unitar korxonasi buyurtmachiligida Pudratchi O'zyo'l ko'prik klasteri Toshkent viloyati filiali davlat muassasasi quruvchilari tomonidan amalga oshirilmoqda. Ko'prigimiz qurilishi 2024-yil fevral oyidan boshlangan bo'lib, hozirgi kunga qadar uni 19 ta oraliq tayanch ustundan hammasi regel holatigacha keltirilgan. Ko'prigimizda 14 ta oraliqda balka montaj ishlari amalga oshirilgan. Ko'prigimizda hozirgi kunda chiqish tomonidan qirg'oq mustahkamlash ishlari amalga oshirilyapti. 30 dan oshiq malakali mutaxassislar hamda 10 dan ortiq maxsus texnikalar jalb qilingan bo'lib, ishimiz bir smenada tashkil qilingan. Aholining ko'p yillik orzu-niyatlari ushbu zamonaviy ko'prik loyihasi qurilishi amalga oshgach, viloyat markazigacha bo'lgan masofa bir necha barobar qisqaradi. Eng ahamiyatlisi Uchqo'rg'on Uychi hamda Norinkapa avtomobil yo'llaridagi transportlar harakatda yo'lovchi va piyodalar uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Agar raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2020-2025 yillar davomida viloyat bo'yicha 2 milliard 614 million so'm mablag' evaziga jami 4892 kilometr avtomobil yo'llari hamda 29 ta ko'prik ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Bu esa yangi O'zbekistonda zamonaviy avtomobil yo'llarini rivojlantirish, jahon talablariga javob bera oladigan yangi yo'llar qurish, kompleks rekonstruksiya qilish va ta'mirlash borasidagi keng ko'lamli islohotlarning amaldagi yorqin ifodasidir.